Avval hammaga assalomu alaykum. Biz hozir Moskvadamiz. Chunki dokumentlarimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Moskva metro stansiya Vorobyova gora. Moskva metropoliteni. Mana bu ko'p turganlaring, mana bu ko'p turgan stadion bu Lujniki deyiladi. 80-yillarda ana shu yerda Olimpiada bo'lgan. Sovet davrida. Mana bu Moskva Reka. U ko'rib turgan Vorobyova gora, keyin ana shu yerda ko'rib turgan zdaniya bu MGU. Katta universitet, eng nufuzli metro. Moskva Reka, Moskva daryosi. Juda ham chiroyli. Agar yaxshilab e'tibor berilayotgan bo'lsa, u ana shu joyda ham baland binolar ko'rinib turibdi. U Moskva City. Bu taraflari ko'rinadigan bo'lsa, mana shu zdaniya bu ilmiy tadqiqot zdaniyasi, adashmasam shunaqangi deyiladi. Shunday joylar. Stansiya shunday daryoni o'rtasida joylashgan. Biza metro